alaykum. Bizda yana bitta obyektimiz bitish arafasida. Ishimizdan ko'rib baho berarsanglar bo'ladi. Kiraorish, koridor, bu yoqda bitta spalningiz bor. 8 tali haydak qo'yib berdim bu yoqqa. Chuqur o'zgaradi ranglar. Xonamizda yana bitta spalni. 60 tali andivanchikdan qo'yib berdik. Bu yoqda kuxnamiz bor. Bismillah. Kuxnaga ham zo'r tushdi. Oxirgi xonamiz. Bismillah. Baho ishlayapti mana har doimgidek. 80 tali qo'yib berdik. Keyingi modelimizda biralari bilan birga. Remontlarga ham zo'r chiqdi. Uyimizning ikkinchi qavati ham bor. Yog'iga endi 3-4 kundan keyin yog'iga qo'yib beramiz.